Workout sport turida 10 yildan beri trenirovka qilayotganlarni urveniga men 1 yil, 1,5 yilda erishdim desam umuman mubolag'a bo'lmaydi. Men mehribonlik katta bo'lganman. Aka-uka o'sha yerda katta bo'ldik, lekin shunaqangi orzu qilardik, kimdir bizani uyga olib ketishini. Biz ham oilada kimdir dada, kimdir ona deb yashashni orzu qilganmiz. Lekin keragimiz bo'lmadi-da. O'sha narsani o'ylab, o'sha qilayotgan trenirovka ham men uchun meni stressdan olib chiqadigan narsa bo'lib qoldi. Bir kunda kelib 3 mahal trenirovka. Och qoringami, to'q qoringami farqi yo'q. Erkak kishini yig'lashi yoki o'ziga rahmi keltirish salkam jinoyat. Men aytayotganimni bemalol oqlashim mumkin. Biz orqamizdan kelayotgan kelajak avlod shuni bilsin deb aytaman. Hamma narsa noldan boshlanadi. Birdaniga bo'lib qolmaydi. Prosta uni chin dildan istash kerak. Hayotimning eng yaqin insonim ukam. Ben bu o'zim rasmim. Bu ukamni bitiruv kechasida tushgan rasmimiz. Qayerga borsam shu ustimda shu ukam rasmi yursa, qaysi yo'nalishda bo'laman? O'zimdan kuchli inson yo'q deb tasavvur qilaman. Chunki ukamni bir og'iz aytgan gapi meni hamma narsaga qodir qilib qo'yadi. O'tgan safar TV castingdan keyin o'zim tanimagan, o'zim bilmagan qarindoshlarim chiqish boshladi. Kommentariyalar yozishyapti-da. Sizlar deyapti, xato o'ylagansizlar. Onang u mamlaqa, unaqa. Yo'q, biz o'ylab gapirmayapmiz hech narsani. Biz ko'rib o'zimiz hayotimizda bo'lgan narsani gapirdik-da. Endi men haqiqatni gapirganim o'ta to'g'risi ota-onamga ham yoqmadi. Qattan bildim chunki bizga yozishdi, omadingni bersin, nima bo'lgan taqdirda ham men senga ishonaman degan gap so'z o'rniga men faqatgina shu so'zlarni teskarisiga eshitdim. Qarg'ashdek gap bo'ldi-da. Lekin men e'tiborga olmayman. Ularni kechirdim, chunki nima qilgan bo'lsa ham meni tuqqan onam, dunyoga keltirgan otam. Xullas biz ota-onamizdan shunaqa tajriba oldik. Katta bo'lganda farzandlarimizni shu oldingi intervyuda ham yo anunda ham aytganman. Uylansangiz ota sifatida qo'ygan eng katta maqsadingiz nima? Farzandim birov ota-onasini ko'rganda men ota-onam shunaqa bo'lishini istayman demaslik kerak. Hali ham o'sha fikrimda qolaman. Bu yog'iga men olg'a qadam bosyapman. Maqsadimni qo'yganman yonimga. O'zbekiston Got Talent showsida yutish men uchun muhim. Chunki 100 million qo'yilgan ekan deb eshitdim. Kvartirada turaman. Ukam meni kunimni ko'rmasligi uchun maqsad uy olish. O'zbekiston Got Talent showsida xalqdan chiqqan oddiy bolaga ukasining qahramoni bo'lish uchun ovoz bering. Jahongir Rohataliyev. O'zgartirdim o'zimni, atrofim yoqmaganda, foyda yo'q boshqalarni ayblab o'zimni oqlaganda. Yillar o'tib borgandim, ko'p bilishga, intilishga, nimanidir xohlaganda. Qaniydi menga ham kimdir shu gaplarni aytganda. Endi boshlaganda, 16 yosh bo'lganimda ko'zim to'la yosh bo'lganda. Ishon hali oqlanadi barcha bu yo'qotilgan yillar soni. Seni qoningda jadidlar qoni. O'zing ham ishonmasang orzularing ushalmaydi. O'zingga o'zing ishonmasang hech kim ishonmaydi. Xohlasang ucha olasan, seni hech kim usholmaydi. O'zing ko'taril yulduzlar oldinga tusholmaydi. Bilaman ahvol og'ir, ham men ham o'tganman ko'changdan. Meni ham jonimga tekkan, dimiqib yutganman ko'changdan. Nima ham o'zgaradi, lekin qamalib o'tirsang uchangda. Men kurashaman oxirigacha, borim tikkanman bu jangda. Kimsan, qaysi makon, tomon, o'zing qayerdasan, qayta xonadon. Agar hammasi bo'lsa yomon, dunyoni o'zgartir boshlab shu xonadan. Gapni cheki yo'q, xohlasang shu yerda qol, bahona bor senga, bahona bor senga. Lekin yurganniki yo'l, dunyodan haqqingni ol, bu xona tor senga. Sen yolg'izmassan, orzuing bor seni, bekorchimassan, o'z mavzuing bor seni. Aniq maqsad va makoning bor seni, harakat qilsang olov kabi qoning bor seni. Sen yolg'izmassan, orzuing bor seni, bekorchimassan, o'z mavzuing bor seni. Aniq maqsad va makoning bor seni, harakat qilsang olov kabi qoning bor seni. Qayerda bo'lsam-da musofir yo talaba, men O'zbekistonliman, qonimda g'alaba. Bu meni qonimda har kuni intilish, sal ko'proq bilishga, ishni yaxshiroq qilish. Bu meni qonimda yurish, mayli ba'zan qoqilish, yiqilsa yana turish, o'zimga kelajak qurish. Bu meni qonimda emas, kunni bilan olish, kechagi kunda qolish, kurashmasdan tolish. Bu meni qonimda emas, yomonlik saqlab o'ch olish, harom haq olish, juda muhim eslab qolish. Sen yolg'izmassan, orzuing bor seni, bekorchimassan, o'z mavzuing bor seni. Aniq maqsad va makoning bor seni, harakat qilsang olov kabi qoning bor seni. Sen yolg'izmassan,